Assalomu alaykum YouTube'dagi obunachilar hamda endi obuna bo'laman deyotgan klientlar. Xudo xolasa bugun biz do'konimizni bir obzorini qilamiz sizlarga narxlari bilan xudo xolasa. Do'konimiz nomi Optim Pastel. Kelavering. Do'konimizga kirib kelishinglar bilan o'ng tomonda parfyum narsalar, chap tomonda pastellardan boshlanadi. Shu ko'rib turgan pastellilar bir 3 kun bo'ldi. Xitoydan keldi hammasi press. Bularimiz bir kishiliklar pastellar. Bular ham bir kishilik ko'rsatishingiz mumkin. Bulari xuddi mana yurakda 2 kishiligi, mana HB pastellarimiz 2 kishiligi naryoqda. Endi sizlarga ko'proq narxlari qiziqda, baribir oldingi videolarimizda narxlarini so'rardi ko'pchilik. Endi sizlarga narxini ham aytib o'taman. Birinchi o'rinda aytib o'tay, buni sifatiga xudo xolasa o'zimiz javob beramiz. Juda ham zo'r. Mana sizlarga ochib ham ko'rsatishim mumkin. Shunaqangi bir nafis, mayin, zo'r narsa mana ko'rishinglar mumkin. Bularimizni mana qaranglar mana. Ko'ring, juda ham bir boshqacha. Bularimizni narxi 95 mingdan bo'ladi, xudo xolasa, puliga arziydigan Optim narxlarda. Bu yurakchaliklarni ham shunaqa beramiz. Endi yaqinroqqa kelsangiz, bu yuraklarimizni ham mana qarang, go'shtli bir boshqacha. Mana ko'raverasiz, har xil svetlari bor. Mana buni ham bir ochib ham ko'rsatamiz. Bularimizni Optimchilarga xudo xolasa 130 mingdan qilib beramiz. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'laveradi. Orada manzilni ham aytib o'tib ketaman. Bizning manzilimiz Andijonda, Shaharxonida, O'zbekistonda hamma viloyatiga chiqarib beramiz. Xudo xolasa pastda nomer qoldiramiz. Bemalol ayollarda ham nomerini qoldiramiz, telefon qilaverasizlar. Keyin Telegram gruppamiz bor. Pastda nomer qoldiramiz. O'shunga Telegramdan gruppani tashinglar deb yozsanglar, Telegram gruppamizning silkasini tashab beraveramiz. Endi mana HB pastellarga to'xtalmasangiz umuman bo'lmaydi. Bo'ladi, qarang chiroyliligini. Mana bitta buni ham bir ochib ko'rsataman. Shunaqangi bir ajoyib bir kачестволari ham zo'r. Ko'rishingiz mumkin. Yaqinroq ko'rsataverasiz. Mana qarang, juda ham chiroyli. Bularimiz ham Optimchilarga 130 mingdan chiqaveradi. Rasvetkalar juda ham zo'r. Xudo xolasa. Kiyib olaman deganlar ham aloqaga chiqaverasizlar. Cheklanmagan miqdorda yetkazib beramiz. Endi mana u letniy narsalarimiz ham shular bilan birga keldi. Ya'ni 3 kun bo'ldi. Mana ko'raverasizlar. Har xili bor. Bular bor. Undan tashqari buni sherigi naryoqda yurakliklar bor. Kelingda, shuni ham bir yo'la sheriklarni ham ko'rsatib turib, keyin narxini bitta Optim aytaman. Buni maytda obzor ham qilganmiz. Mosvetlari nima deyapti? Mosvetlari qarang. Shunaqangi zo'r. Mana bu rasmdagi hamma svetidan bor. Bularimizni narxi Optim narxda 200 ming so'mdan. Puliga juda ham arziydi. Olib qolinglar, ulgurib qolinglar. Xitoydan birinchi qo'l o'zim olib kelaman. Xudo xolasa, Xitoyga boruvchilarni ham olib borib kelish xizmatimiz ham bor. Orada mana kelib qolibmiz. Mana bu narsani ham bitta ko'rsatib beray. Bu nima narsa ekan desam, qarang. Ne qilib turibki yana deb qo'yib yuborasiz, yana joyiga tushaveradi. Ortoped bog'ichlarimiz internetda 250 ming, 300 mingdan turadi-da bular. Bizda 150 ming so'mdanga mashina xarid qilaverasizlar. Onajoninglarga yoki yosh kattalarga ham o'zingizlar yotsanglar ham bo'laveradi. Uyqu madaniyatiga amal qilgan bo'lasizlar. Bularimiz hozir sizlarga ko'rsataman. Naryoqda ham bor bularimizdan. Endi yana nimalar ko'rsatishim mumkin? Mana bu yoqlar ko'rsataverasiz. Polni tovarlar. Bu yoqda men sochiqlarni ham bir qator aytib o'tib ketaman. Hozirgi mana trenddagi Hermeslarni videoga olmasangiz xafa bo'lishadi bular. 6 ta 100 sochiq, 6 ta banni deb qo'yadi o'zbekchada, hammom sochig'i. 6 ta undan, 6 ta bundan 600 ming so'm bo'ladi. Endi bu yoqda oqqushda original parbolishlari bor. U misol uchun manaqa arzon parbolishlar ham bor. Buni so'raganlar uchun olib kelib qo'yganmiz. Lekin bu oqqushda parbolishlari Tengali firmaniki. 4 burchakliklari 280 ming jupi. Bunaqaliklari 250 ming so'mdan. Buni 200 mingliklari ham bor. Lekin unaqa emas, bu sifat boshqacha. Dasturxonlar bor bu yerda. Endi hamma narsani narxi bilan aytay desam, sizlarga to'g'risi vaqt yetmaydi. O'ni video cho'zilib ketib qoladi. Hozir o'zi soat 10:30, 11 bo'lib qoldi vaqt. Do'konni yopishimiz kerak. Sizlar uchun bitta qo'ldan kelgancha narxlar bilan video qilib beryapman. Endi mana bu narsani ham bitta ko'rsatingda. Buni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Nima deydi? 100% desam noto'g'ri bo'lib qolar-u. Asosiy qismi haqiqiy paxtadan. Mana narsa, aynan mana narsa. Bunimiz 300 ming so'mdan olib ketsanglar bo'ladi. Endi
Bularimiz har xil 200 mingdan tortib 300 ming, 400 minggacha-da. Bir chekkadan hozir to'xtalsam ancha vaqt ketib qoladi. U naryoqda yana toza pastellar ham bor, ularni ham ko'rsataman. Mana komplekt babon deb qo'yamiz. Par ko'rpalar, komplekt. Mana shularni ham bir ko'rsatsangiz juda bir chiroyli narsalar. Adyollar bor, hamma yo'q. Endi keling, mana tensil pastellar bor. Mana bu yerda Optim Pastel do'konimizning logotipi. Mana bu narsani ham ko'rsatsangiz bo'laveradi. Mana bitta chiroylisini yozib qo'yganmizda har xil rasvetkasini ko'rsatib qo'yganmiz. Qiziq bo'lsa kommentariyaga mana shu narxini so'rasanglar ham bo'laveradi. Juda ham bir ajoyib narsa. Endi bu do'konda satin yoki bo'lmasam super satin narsalar bormi deganlarga juda ko'pchiligimiz biladi, opa-singillar. James Kelly firmaniki og'ir bo'ladi. Yevropeyskiy stillari ham bor, o'zbekona stillari ham bor. Bularimiz umuman bir alohida mavzuda, bular qarang chiroyliligini. Juda ham bir boshqacha. Bundan tashqari mana shu qimmat pastellarimiz ham bor. Endi har xil klientlar borda. Keyin mana shu pensil pastellarimiz ham bor. Keling, mana shuni ozgina ochib, mayitini ozgina ko'rsataylik. Bu shunaqangi zo'r bu. $700 mingdan $750 minggacha bor bu tensil pastellar. Buni juda ko'pchilik biladi. Shunaqangi bir original, bir yumshoq narsa, nafis. Endi sizga mana bu narsani ham bitta sug'urib ko'rsataman. Bu naryoqdagi 1 kishilik, 2 kishilikdan farq qiladi. Qarang. Chekkasida vishipkalari bor. Juda ham bir boshqacha chiroyli. Junior firmaniki. Buni 1 kishiligi 120 ming so'm, 2 kishiligi 180 ming so'm Optim narxda. Bu shunaqa qimmatroq narsa hisoblanadi. Xo'p, tepalarda ham ajoyiblar bor. Endi bunday kelaversiz. Mana bu narsaga to'xtalmasak bo'lmaydi. Buning ichida eng liderlardan biri shaftoli. O'zbekistonda Qoraqalpog'istonga chiqarmadik. Qolgan viloyatlarda xudo xolasa adashmasam hammasiga chiqardik. Chiqarib kelmoqdamiz. Xitoydan o'zimiz birinchi qo'l bo'lib olib kelamiz. Juda ham zo'r mevali sovunlar. Endi bular narx qanaqa desanglar, do'konda 20 ming so'mdan sotyapmiz bularni. Optimchilarga 20 kun oldin ham 18 mingdan berardik pachka olganlarga. Hozir 17 mingdan qilib yuborganmiz. 15-20 kun bo'ldi. 17 mingdan olaverasizlar. Bu mevali sovun sotib baraka topasizlar to'g'risi. Bu tarafda atirli hamda qopchaliklar bor. Bu qopchaliklarimiz ham zo'r ketyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi mana atirlilar ichida machalkali bo'ladi. Paytida buni 30 ming, 35 ming ham olgansizlar odamlardan. Endi hozir mana sirobgarchilik bo'lib shunaqa narxga tushib qoldi. Mana bu sovunlar endi yana bir boshqacha. Ular jicha qimmat hisoblanadi. 25 mingdan donasi, Optimchilarga 23 ming chiqadi. Undan tashqari bu yoqda mana har xilgi parfyum narsalarimiz ham bor. Kamera chukamiz, ko'rsating-da. Mana jidkimilar, ya'ni suyuq sovun deyiladi. Juda ham bir ajoyib shirin, zo'r ekan. Bularni ko'rsatsangiz bo'ladi. Namlantiruvchilar, dilyadushlar. Xo'p, ko'rsataverasiz. Pastda mana imbirli shampunlari ham zo'r ketyapti. Mana shampunlarimiz ham 70 ming so'mdan 1 litr. O'sma sovunni shampuni ham keldi kechadan oldingi kuni. Bularimiz ham zo'r. Bunisi Bavi, ya'ni dog'larni ketkizuvchi, bu ham juda ham zo'r. Tepada dilyadushlarimiz bor. Ayniqsa mana ular ham bir hidlari shunaqa ajoyib. Mana qaranglar, bu yerda gullari ham ko'rinib turadi. Bir boshqacha. Endi qaranglar, videomiz cho'zilib ketmasin. Menga ko'rsatingda kamera. Bu yoqda mana uni ham qisqacha ko'rsatib qo'yaylik endi. Sochiqlarimiz qolib ketmasin. Sochiqlarimizni ham mashilar bilmayman endi. Bir presop kelsak ham ketaveradi-da, ramashka sochiqlar. Donasi 11 mingdan Optim narxda, originali. Xitoyga borganlar biladi, mashani do'konidan olinadi bu sochiqlar. Qo'l sochiqlarimiz bor. Qo'l sochiqlarda ham mana har xillari bor. Ko'rsatsiz mana. Bitta pachkasi 220 ming bo'ladi. Sepka sarpoga juda bo'ladi-da bu. O'zbek xalqi sarponi yaxshi ko'radi-yu baribir. 220 ming bo'ladi, donasi 11 mingdanga tushadi. Kelib bemalol xarid qilaverasizlar. Xudo xolasa sochiqlarimiz tugamaydi. Ana svetni ham ko'ringlar, bir boshqacha chiroyli ekan. 3 xil rasvetkada. Keyin mana bu pachkali sochiqlarimiz bitta pachkasi 80 ming so'm. Uni maytda biz obrazesga ko'rsatib ham qo'yganmiz, razmerlari qanchaligini bilish uchun. Mana ko'ringlar, 5 ta bo'ladi. Mana bunaqalari bor, bunaqalari bor. Endi videoyimizni so'ngida shuni aytmoqchimizki,
Yana bir manzilimizni aytib o'tamiz. Andijonda Sharxonada bizning manzilimiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib narxlarda hammanglarga kerakli joyga yetkazdirib beramiz. Optimchilar ham aloqaga chiqaverasizlar, sarpo qilaman deyotganlar ham bemalol kelaverasizlar. O'shanaqa sarpo qilaman degan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Asosiysi savdo sayohat kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar.